Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Turkiya an'analari va zamonaviy yondashuv uyg'unligida ishlab chiqilgan. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Kreml migrantlar bo'yicha yangi bosqichni boshladi. Rossiyada qolish endi ancha qiyinlashmoqda. Ukraina mag'lubiyat xavfiga yaqinlashmoqdami? Zelenskiy AQShdan shoshilinch yordam so'radi. Tolibon va Rossiya yaqinlashuvi ortida nima bor? Moskva Afg'onistonda katta reja boshlayotgani aytilmoqda. Katta Farg'ona kanalida timsoh paydo bo'ldimi? Rasmiylar keskin bayonot berdi. Yevropada nikohsiz tug'ilgan bolalar soni keskin ortmoqda. Saudiya haj mavsumida dronlarni ishga tushirdi. Makkada favqulodda choralar kuchaymoqda. Olimlar Quyosh tizimining eng katta sirlaridan birini ochdimi? Yupiter ortida sayyoralar fabrikasi topildi. Kreml migrantlar bo'yicha yangi bosqichni boshladi. Rossiyada qolish endi ancha qiyinlashmoqda. Rossiyada migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan bir qator qonunlar qabul qilindi. Bu haqda Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirgi vaqtda chet el fuqarolari Rossiya Federatsiyasiga kirishda giyohvandlik va psixotrop moddalar iste'mol qilganlik fakti, shuningdek yuqumli kasalliklar mavjudligi bo'yicha majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart. Deputatlar tomonidan qabul qilingan qarorlarga ko'ra, Rossiyaga 3 oydan ortiq muddatga borgan barcha migrantlar uchun majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish muddati 90 kundan 30 kungacha qisqartirilmoqda. Endilikda mamlakatdagi tibbiyot tashkilotlari 24 soat ichida quyidagi ma'lumotlarni yuborishga majbur. Rossiya Ichki ishlar vazirligiga rasmiylashtirilgan tibbiy xulosalar to'g'risida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va inson farovonligi sohasida nazorat bo'yicha federal xizmatga migrantda yuqumli kasallik aniqlangani to'g'risida. Agar migrantda shunday kasalliklar aniqlansa, u tezkorlik bilan deportatsiya qilinadi. Chet el fuqarolarining tibbiy ko'rikdan o'tishdan bo'yin tovlashi uchun ma'muriy javobgarlik joriy etilmoqda. Ushbu huquqbuzarlik uchun sud qarori bilan Rossiya hududidan chiqarib yuborish imkoniyati bilan 50 ming rublgacha miqdorda jarima belgilanadi. Ukraina mag'lubiyat xavfiga yaqinlashmoqdami? Zelenskiy AQShdan shoshilinch yordam so'radi. Vladimir Zelenskiy Donald Tramp va AQSh kongressiga maktub yo'llab, Ukrainada havo hujumidan mudofaa tizimlari yetishmayotganini ma'lum qildi. Maktubni Axios jurnalisti Barak Ravit e'lon qildi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ukraina uchuvchisiz uchish qurilmalaridan himoyalanish bo'yicha sezilarli muvaffaqiyatlarga erishgan, ammo hozircha o'zining raketaga qarshi mudofaa tizimini ishlab chiqara olmaydi. Raketalardan mudofaalash masalasida biz butun dunyodagi do'stlarimiz va sheriklarimizga tayanamiz. Ballistik raketalardan himoyalanish borasida esa biz deyarli faqat Qo'shma Shtatlarga suyanamiz, deb yozadi Zelenskiy. Uning ta'kidlashicha, Patriot tizimlari Rossiyaning deyarli barcha turdagi ballistik raketalardan eng samarali himoya bo'lib qolmoqda. Ukraina ixtiyoridagi aynan Patriot tizimlari eng muhim narsani isbotladi. Rossiyaning aksariyat raketalarini to'xtatib qolish mumkin, deya qayd etadi prezident. Pearl dasturi doirasida hozirda yetkazib berilayotgan qurollar duch kelinayotgan real tahdidlarga endilikda mos kelmaydi. Ukraina havo makonini Rossiya raketalarini himoya qilishda sizlardan yordam so'rayman, deydi Zelenskiy. The Economist'ning yozishicha, Ukraina prezidenti Zelenskiy yana 2-3 yil davom etadigan urushga tayyorgarlik ko'rishni buyurgan. Cho'zilgan urushni Ukraina jamiyati qo'llab-quvvatlamasligi mumkin. Jamiyatdagi birlik zaiflashgan. Bunga Zelenskiyga yaqin doira bilan bog'liq korrupsiya mojarolari ham sabab bo'lmoqda. Tolibon va Rossiya yaqinlashuvi ortida nima bor? Moskva Afg'onistonda katta reja boshlayotgani aytilmoqda. Rossiya va Tolibon hukumati Moskva viloyatida o'tkazilgan forumda harbiy texnik hamkorlik to'g'risidagi bitimni imzoladi. Qayd etilishicha, odatda bunday kelishuvlar doirasida tomonlar bir-birlariga qurol, litsenziyalar, harbiy texnologiyalarni topshiradi va hamkorlikda ish olib boradi. 27-may kuni Rossiya Xavfsizlik kengashi kotibi Sergey Shoigu Afg'oniston mudofaa vaziri Muhammad Yaqub bilan uchrashdi. Eslatib o'tamiz, Rossiya 2021-yilda Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan, Tolibon hukumatini tan olgan
birinchi davlatga aylangan edi. Harakat AQSh qo'shinlarini mamlakatni tark etganidan keyin hokimiyat tepasiga kelgandi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Afg'oniston hokimiyatini rasman tan olishi ikki davlat o'rtasidagi turli sohalarda samarali hamkorlikka yangi turtki berishini ta'kidlagan edi. TIVga ko'ra Moskva Kobul bilan savdo iqtisodiy yo'nalishda, xususan energetika, transport, qishloq xo'jaligi va infratuzilma loyihalari sohalarida hamkorlik uchun katta istiqbollarni ko'radi. Katta Farg'ona kanalida timsoh paydo bo'ldimi? Rasmiylar keskin bayonot berdi. 27-may kuni ijtimoiy tarmoqlarda Katta Farg'ona magistral kanalida timsohlar yurgani aytilgan xabarlar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda Uchqo'rg'on tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan Uchqo'rg'on tumani hududidagi Guliston, Paxtachi, Tegirmon va Birlik MFYlari orqali oqib o'tuvchi Katta Farg'ona magistral kanalida o'rganish ishlari olib borilgan. O'rganish jarayonida kanalda timsoh mavjudligi aniqlanmagan. Fuqarolardan asossiz va tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmaslik, faqat rasmiy manbalarga tanish so'raladi. Ma'lumot uchun, timsohlar yer yuzidagi eng qadimgi va xavfli yirtqichlardan biridir. Ular dinozavrlar davridan beri, ya'ni qariyb 200 million yildan buyon deyarli o'zgarmasdan yashab kelmoqda. Yevropada nikohsiz tug'ilgan bolalar soni keskin ortmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda Yevropa ittifoqida bolalarning 41% rasman nikohdan o'tmagan ota-onalardan dunyoga kelgan. Ittifoqning 7 ta davlatida bu ko'rsatkich 50% dan oshib ketdi. Bu haqda Eurostat xabar berdi. Eng yuqori ko'rsatkichlar Bolgariya, Fransiya va Portugaliyada qayd etilgan. Eng past ko'rsatkich esa Gretsiya, Vengriya va Xorvatiyada kuzatiladi. 2004-2024 yillar oralig'ida nikohdan tashqari tug'ilishlar soni 18 ta davlatda o'sgan va faqat 4 tasida kamaygan. 2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra Yevropa ittifoqi aholisi 451 million kishiga yetgan. Bu o'tgan yilga nisbatan qariyb 1 millionga ko'pdir. Eng ko'p aholi Germaniyada istiqomat qiladi, 84 million kishi. Bu Yevropa ittifoqi umumiy aholisining 19% ni tashkil etadi. Shuningdek, yirik davlatlar qatoriga quyidagilar kiradi: Fransiya 69 million, Italiya 59, Ispaniya 49, Polsha 36 million. Bu 4 davlat hissasiga Yevropa umumiy aholisining 66% to'g'ri keladi. Saudiya haj mavsumida dronlarni ishga tushirdi. Makkada favqulodda choralar kuchaymoqdami? Ma'lum qilinishicha, Makka shahrida havo harorati 45 darajagacha ko'tarilgani sababli issiq urishi bilan bog'liq holatlar ko'paygan. Shu bois mamlakat sog'liqni saqlash xizmati tibbiy markazlarni zarur vositalar bilan tezkor ta'minlash uchun uchuvchisiz uchar qurilmalarni ishga solgan. Dronlar Makka, Mino va Arofat hududlaridagi 127 ta klinikaga dori-darmon va boshqa tibbiy vositalarni yetkazib bermoqda. Saudiya rasmiylariga ko'ra, ushbu tizim 1,5 milliondan ortiq hojilar to'plangan gavjum yo'llardagi tirbandlik muammosini kamaytirishga yordam bermoqda. Milliy yagona xarid kompaniyasi bosh operatsion direktori Fahd Al-Badhi AFP'ga bergan izohida haj mavsumidagi tibbiy ehtiyojlarga tayyorgarlik ishlari 9 oy avval boshlanganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, dronlar joriy etilishidan avval haydovchilar tibbiy vositalar kamayib qolgan klinikalarga yetib borish uchun ba'zan 1 soatdan ortiq vaqt sarfladi. Saudiya Arabistoni haj mavsumida boshqa zamonaviy texnologiyalarni ham qo'llamoqda. Jumladan, Makka va uning atrofidagi minglab kuzatuv kameralaridan olingan tasvirlarni nazorat qilishda sun'iy intellektdan foydalanilmoqda. Shuningdek, jazirama issiqqa qarshi ulkan ventilyatorlar, bepul suv tarqatish punktlari va nam purkash tizimlari ishga tushirilgan. Olimlar Quyosh tizimining eng katta sirlaridan birini ochdimi? Yupiter ortida sayyoralar fabrikasi topildi. Max Planck jamiyatining Quyosh tizimini tadqiq qilish instituti olimlari Yupiter orbitasidan keyingi hudud sayyoralar va asteroidlarning qurilish bloklari bo'lmish planetizmlarni shakllanishidagi asosiy fabrikalardan biri bo'lgan bo'lishi mumkinligini aniqladi. Ushbu tadqiqot ishi The Aeropolitic Journal jurnalida chop etildi. Qariyb 4,6 milliard yil avval yosh quyosh gaz va chang bilan qoplangan disk bilan o'ralgan bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan chang zarralari bir-biri bilan to'qnashib
yaqinlashib va yopishib tobora yirikroq jismlarni, keyinchalik ulardan sayyoralar va asteroidlar shakllangan planetizmlarni hosil qilgan. Tadqiqotchilar Quyosh tizimi yaralishidan 2-4 million yil o'tgach sodir bo'lgan jarayonlarni modellashtirgan. Bu vaqtga kelib Yupiter allaqachon shakllanib bo'lgan, o'z orbitasi bo'ylab bo'shliqni tozalab, gaz chang diskida uzilish paydo qilgan edi. Uning ortidan darhol gaz bosimi yuqori bo'lgan hudud, chang zarralari va kosmik toshchalar to'plana boshlaydigan o'ziga xos tuzoq yuzaga kelgan. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, aynan mana shu hudud planetizmlarni tug'ilishi uchun ideal joy bo'lib chiqqan. Planetizmlarning turli tiplari ilk gaz chang diskining har xil hududida, ammo turli vaqtlarda shakllangan ko'rinadi. Yupiter orbitasidan keyingi hudud buning uchun ajoyib sharoitni ta'minlab bergan, deya tushuntirdi tadqiqot rahbari Yoana Georgikova. Modellashtirish natijasida dastlabki planetizmlarning qoldiqlari hisoblangan qadimgi meteoritlar uglerodli, granitli bo'yicha olingan ma'lumotlarga mos keladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.